Mana shu skuterlarga haydovchilik guvohnomasi umuman kerak emas. Hurmatli o'quvchilarimiz, qaysi skuter yoki mopedlarga haydovchilik guvohnomasi, ya'ni prava va nomer olish shart emas. Kelinglar, amaldagi qonun bo'yicha qisqacha ma'lumot berib o'taman. Demak, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 393-sonli, ya'ni 2024-yil 8-iyuldagi imzolangan qarorga binoan dvigatel ish hajmi 25 cm3 va undan ortiq, lekin 50 cm3dan oshmaydigan, shuningdek, elektr dvigatelning quvvati 0,25 kW, ya'ni 250 wattdan va undan ortiq, biroq 4 kilovatdan oshmaydigan, konstruktiv tezligi soatiga 25 km va undan ortiq, lekin 50 km dan oshmaydigan transport vositalari, ya'ni moped va skuterlar uchun alohida davlat ro'yxatidan o'tish davlat tartibi raqami joriy etiladi deb qonun bo'yicha aytib o'tishdi. Lekin mana shu yerda joyi bor. Hozirgi kunda 249 wattli, 200 wattli va 230, 240 wattli skuterlar ham sotuvlarga kirib kelgan. Bu degani, demak siz 250 wattdan pastroq bo'lgan skuterlarni bemalol shahar hududlarida hech qanaqa haydovchilik guvohnomasiz minib yurishingiz mumkin bo'ladi. Lekin degan joyi bor. Albatta, xavfsizlik kaskasi bilan yurishingiz to'g'ri bo'ladi. Qonun bo'yicha ko'rib chiqqanimizdek, demak 25 km/s tezlikdan oshmaydigan skuterlarga va motor quvvati 240 wattli, 249 wattli va 230 wattli qonun bo'yicha ko'rib chiqadigan bo'lsangiz, skuterlarga yurish joriy bo'lar ekan. Hurmatli o'quvchilar, o'zingizga ehtiyot qilinglar. Ushbu ma'lumotni skuterda umuman endi minmaymanmi degan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yishni unutmaysizlar.